Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch yangilikni muhokama qilamiz. Sizning e'tiboringizni alohida talab qiladigan 20 oydan boshlab pensiya tizimida kuchga kiradigan fundamental o'zgarishlar haqida so'z boradi. Bu o'zgarishlar nafaqat hozirda pensiya oluvchilar, balki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan har bir fuqaro uchun ham bevosita ahamiyatga ega. Agar siz pensiyada bo'lsangiz yoki tez orada nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun mo'ljallangan. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, toki bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borsin. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo eski tizim qanday ishlaganini tushunib olaylik. An'anaviy tarzda mamlakatimizda pensiyalarni hisoblash va to'lash tizimi asosan fuqarolarning rasmiy ish staji va ish haqi miqdoriga asoslangan edi. Ko'pgina hollarda pensiya miqdori dastlab hisoblangach, u yildan yilga odatda inflyatsiya darajasini qoplash maqsadida avtomatik ravishda indeksatsiya qilinardi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar ham, masalan, yoshga doir nafaqalar yoki nogironlik bo'yicha nafaqalar ko'pincha dastlabki ariza asosida avtomatik tarzda belgilanib, keyinchalik doimiy ravishda to'lab borilardi. Pensiya hisoboti uchun kerak bo'lgan asosiy hujjatlar mehnat daftarchasi va ma'lum bir davr uchun o'rtacha ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar edi. Bu jarayon nisbatan sodda va ko'p hollarda fuqarolardan doimiy faol ishtirokni talab qilmas edi. Agar biror o'zgarish yuz bersa, pensiya jamg'armasi odatda o'zi ma'lumotlarni yangilab, tegishli choralar ko'rar edi. Biroq bu tizimda ba'zi kamchiliklar ham bor edi. Masalan, ba'zi bir uzoq yillar davomida ishlagan fuqarolarning mehnat staji to'liq hisobga olinmasligi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarning arxivlarda topilishi qiyinligi yoki umuman mavjud emasligi sababli pensiya miqdorida adolatsizliklar yuzaga kelishi mumkin edi. Endi esa 20 oydan boshlab kuchga kiradigan yangi hukumat qarori yoki prezident farmoniga binoan pensiya tizimida bir qator jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Ushbu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiya hisoblash tizimini yanada adolatli, shaffof va zamonaviy qilish, shu bilan birga fuqarolarning pensiya ta'minotidagi faol ishtirokini rag'batlantirish. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, endilikda ba'zi turdagi pensiya qo'shimcha to'lovlari, xususan uzoq yillik ish staji uchun beriladigan maxsus qo'shimcha to'lovlar yoki ijtimoiy yordam nafaqalari uchun yangi hisoblash mexanizmlari joriy etiladi. Eng muhimi shundaki, ushbu yangi imtiyozlardan foydalanish yoki mavjud imtiyozlarning miqdorini oshirish uchun nafaqaxo'rlardan faol harakat talab etiladi. Ya'ni avvalgidek avtomatik tarzda emas, balki ma'lum hujjatlarni taqdim etish yoki qayta hisoblash uchun ariza berish orqali amalga oshiriladi. Bu ayniqsa mehnat staji bo'yicha qo'shimcha to'lovlar yoki 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish stajini qayta tasdiqlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Hukumat bu bilan har bir fuqaroning o'z pensiya huquqlarini to'liq ro'yobga chiqarishga intilishini ta'minlashni maqsad qilgan. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotir olishi kerak va kimga kerak emas? Keling, ushbu yangiliklarning tafsilotlariga chuqurroq kirib boraylik. Urmaydan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan joriy etiladigan asosiy o'zgarishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. 1. Uzoq yillik ish staji uchun qo'shimcha to'lovlarni hisoblash tartibining yangilanishi. Agar sizda mehnat daftarchasida ko'rsatilgandan ko'ra ko'proq ish staji bo'lsa, lekin u turli sabablarga ko'ra rasman hisobga olinmagan bo'lsa, masalan, arxiv hujjatlari yo'qligi, norasmiy ishga joylashish davrlari, endi ushbu stajni tasdiqlash uchun yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Pensiya miqdorini qayta hisoblash imkoniyatlarining kengaytirilishi. Xususan, agar sizning pensiyangiz uzoq yillar avval, masalan, 1990 yillarda hisoblangan bo'lsa va o'shandan beri ish haqqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar yangilanishi mumkin bo'lsa, endi sizga pensiyani yangi ma'lumotlar asosida qayta hisoblash imkoniyati beriladi. Ba'zi ijtimoiy yordam nafaqalari yoki qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berish tartibining o'zgarishi. Ba'zi turdagi imtiyozlar endi nafaqaxo'rning o'zi tomonidan ariza berish va tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Keling, konkret misollar orqali tushunishga harakat qilaylik. Birinchi, misol 72 yoshli Malika opaning holati. Malika opa butun umri davomida
aniqrog'i 40 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi 2005 yilda hisoblangan edi. O'sha paytda uning ayrim yillardagi, xususan 1960 yillardagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq topilmagani sababli pensiya jamg'armasi mavjud ma'lumotlar asosida pensiya tayinlagan. Malika opaning o'zi ham bu holatga ko'nikib, qo'shimcha qidiruv ishlarini olib bormagan. Yangi qoidalar kuchga kirishi bilan Malika opaning holati o'zgaradi. Endi yangi hukumat qaroriga binoan 1990 yilgacha bo'lgan davrdagi ish stajini va ish haqini tasdiqlovchi hujjatlarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha maxsus dastur ishga tushirilmoqda. Agar Malika opa hozir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'sha yillardagi maoshlari to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalarni topshirsa, masalan, maktab arxividan yoki tuman arxivlaridan, uning pensiyasi sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Misol uchun, agar o'sha paytda uning o'rtacha ish haqi hisob-kitobda 200 ming so'm deb olingan bo'lsa, yangi ma'lumotlarga ko'ra bu raqam 30 ming so'm bo'lib chiqsa, bu uning umumiy pensiya miqdoriga har oyda aytaylik kamida 1000 ming so'm qo'shimcha miqdorda aks etishi mumkin. Bu yiliga 1,8 ming so'm degani. Bu esa ancha katta farq. Shuning uchun Malika opa kabi pensiyasi uzoq yillar avval hisoblangan va ish staji bo'yicha ba'zi savollari bor nafaqaxo'rlar albatta harakat qilishlari shart. Ikkinchi misol 68 yoshli Mahmud akaning holati. Mahmud aka uzoq yillar davomida davlat korxonasida payvandchi bo'lib ishlagan. Uning nafaqasi 1998 yilda tayinlangan. O'shandan beri u qo'shimcha hech qanday ishga joylashmagan. Mahmud aka doimo pensiya jamg'armasidan avtomatik ravishda tayinlangan pensiyani olgan. U hech qachon o'z pensiyasini qayta hisoblash haqida o'ylamagan, chunki uning barcha hujjatlari tartibda ekanligiga ishongan. Yangi qoidalar Mahmud aka uchun ham juda muhim imkoniyatlar ochadi. Endi yangi qarorga ko'ra, agar nafaqaxo'rning so'nggi 10 yillik ish staji davrida ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari mavjud bo'lsa, lekin u 1938 yildan beri ishlamagan. Uning pensiyasi eng foydali 5 yillik ish haqi ma'lumotlari asosida qayta hisoblanishi mumkin. Bu degani, garchi Mahmud aka 1998 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, agar uning ishi davomida, masalan, 1930-1935 yillar orasidagi maoshlari o'sha paytda pensiya jamg'armasiga to'liq yetib bormagan yoki noto'g'ri baholangan bo'lsa, endi u o'sha davrdagi ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni agar topila olsa, taqdim etib pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Bu uning oylik pensiyasini 20-30 ming so'mga oshirishi mumkin. Misol uchun, agar uning pensiyasi hozir 1,5 million so'm bo'lsa, qayta hisoblashdan so'ng 1,8 million so'mga yetishi mumkin. Shuning uchun Mahmud aka kabi fuqarolar, ayniqsa pensiyasi erta tayinlanganlar, o'z pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z huquqlarini aniqlashlari zarur. Uchinchi misol 65 yoshli Gulnora opaning holati. Gulnora opa yoshligida oilaviy sabablarga ko'ra bir necha yil norasmiy ravishda, ya'ni mehnat daftarchasiga qayd etmasdan ishlagan. Masalan, 1990-1995 yillarda tikuvchilik sexida ishlagan. Ammo uning bu staj rasmiy hujjatlarda aks etmagan. Pensiya hisobida bu davr hisobga olinmagani uchun uning umumiy ish staji kamayib, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilgan. Yangi qoidalar norasmiy ish staji tasdiqlash tartibini soddalashtiradi. Endilikda agar Gulnora opa o'sha sexning sobiq hamkasblaridan kamida 2 ta guvohning ko'rsatmasini taqdim eta olsa, uning norasmiy staji rasmiy stajga qo'shilishi mumkin. Bu holda Gulnora opaning umumiy staji masalan 5 yilga oshib, bu uning pensiyasiga har oy 50 mingdan 100 ming so'mgacha qo'shimcha miqdor berishi mumkin. Bu harakat nafaqaxo'rlarga o'zlarining mehnat faoliyatining har bir yilini pensiya hisobga olish imkoniyatini beradi. Xulosa qilib aytganda, kimlar xavotir olishi kerak? Pensiyasi uzoq yillar avval, masalan, 2000 yillargacha tayinlangan shaxslar, mehnat daftarchasida uzilishlar bor bo'lgan yoki norasmiy ish staji bo'lganlar, 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish staji va ish haqi bo'yicha to'liq ma'lumotlar mavjud emas deb hisoblaydiganlar, mavjud pensiya miqdoridan norozi bo'lgan va uni qayta ko'rib chiqishga asos bor deb o'ylaydiganlar, o'z staji davrida yuqori maosh olgan, ammo pensiyasida bu aks etmagan shaxslar. Kimga xavotir olishga hojat yo'q yoki kamroq darajada pensiyasi yaqinda. Ya'ni so'nggi 5 yil ichida tayinlangan va barcha hujjatlari to'liq hamda tartibda bo'lgan shaxslar. Ularning pensiyasi allaqachon zamonaviy qoidalar asosida hisoblangan bo'ladi. Ish staji uzluksiz bo'lgan
va mehnat daftarchasida barcha yozuvlar aniq ko'rsatilgan fuqarolar o'z pensiya miqdoridan to'liq qoniqadigan va qo'shimcha imtiyozlar olishga intilmaydiganlar. Lekin shuni ham ta'kidlash joizki, hatto bu toifadagi fuqarolar ham o'z pensiya ma'lumotlarini pensiya jamg'armasi orqali bir marta tekshirib olishlari ortiqchalik qilinmaydi. Chunki ba'zida tizimdagi texnik xatolar tufayli ham kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir yangi qoida yoki tartibda bo'lgani kabi pensiya tizimidagi bu o'zgarishlarda ham o'ziga xos istisnolar. E'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va bir qarashda ko'rinmas bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan va hafsalasizlikdan qutqarishi mumkin. Istisnolar 1. Hujjatlar yo'qolgan taqdirda. Ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar mehnat daftarchalari yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni yo'qotgan bo'lishlari mumkin. Avvallari bu jiddiy muammo edi. Endi esa yangi qoidalarga binoan yo'qolgan ish stajini tasdiqlash uchun bir necha yo'llar mavjud. Arxivlardan ma'lumotlarni qidirish, pensiya jamg'armasi xodimlari sizga tegishli arxivlarga so'rov yuborishda yordam berishadi. Ba'zi korxonalar va tashkilotlar o'z arxivlarini saqlab qolgan bo'ladi. Guvohlarning ko'rsatmalari, agar arxiv ma'lumotlari topilmasa, siz bilan birga ishlagan kamida 2 nafar guvohning ko'rsatmasi, ularning pasport nusxalari va mehnat daftarchalari bilan birga ish stajini tasdiqlash uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Lekin bu usul faqat ma'lum bir davrga va mehnat daftarchasida umuman yozuv bo'lmagan holatlarga nisbatan qo'llaniladi. Sud orqali tasdiqlash eng oxirgi chora sifatida, agar boshqa barcha usullar natija bermasa, sud orqali ish stajini tasdiqlash mumkin. Bu esa vaqt va ba'zi xarajatlarni talab qiladi. Sog'lig'i tufayli murojaat qila olmaydigan shaxslar, agar nafaqaxo'rning sog'lig'i pensiya jamg'armasiga shaxsan borishga imkon bermasa, u holda vakil orqali murojaat qilish, ishonchnoma asosida yaqin qarindoshlari yoki boshqa ishonchli vakil hujjatlarni topshirishi va arza yozishi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi shart. Sayyor xizmatlar. Ba'zi hududlarda pensiya jamg'armasining sayyor xizmatlari mavjud bo'lib, ular fuqarolarning uyiga borib murojaatlarni qabul qilishlari mumkin. Bu haqda hududiy pensiya jamg'armasidan oldindan so'rab bilish kerak. Tuzoqlar va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. Muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi eski hujjatlar, ayniqsa ma'lumotnomalar, yangi qoidalar bo'yicha o'z kuchini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Har doim pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin hujjatlarning amaldagi talablarga javob berishini aniqlashtirish muhim. Masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma berilgan muddatidan keyin qancha vaqt davomida amal qilishini bilish kerak. 2. Qalbaki hujjatlar. Har qanday soxta hujjat taqdim etish qonuniy javobgarlikka olib keladi va pensiyadan mahrum etishgacha bo'lgan jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Hamma hujjatlar asl nusxada va haqiqiy bo'lishi shart. 30. Vaqtinchalik mehnat shartnomalari. Ba'zi fuqarolar vaqtinchalik yoki mavsumiy ishlarda ishlagan. Bu davrlar ham ish stajiga qo'shilishi mumkin, lekin ularni tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat shartnomalari, buyruqlar, to'lov kvitansiyalari muhim ahamiyatga ega. Agar bu hujjatlar mavjud bo'lmasa, ularni tasdiqlash qiyinroq bo'lishi mumkin. 4. O'zgaruvchan qoidalar. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda yangilanib boradi. Shuning uchun 20 oydan kuchga kirgan qoidalar ham kelajakda o'zgarishi mumkinligini unutmaslik kerak. Hukumat qarorlari va prezident farmonlarini kuzatib borish juda muhim. Noaniq nuanslar, bir raqamli tizimlarning roli. Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari raqamlashtirilmoqda. Pensiya hisoblash tizimi ham yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Bonto'Kubuz orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo ba'zi murakkab holatlarda yoki eski hujjatlar bilan bog'liq masalalarda shaxsan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish afzalroq bo'lishi mumkin. Elektron murojaatlarda ba'zi ma'lumotlarni qo'lda kiritishda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik uchun diqqatli bo'lish kerak. 2. Ijtimoiy tarmoqlar va mishmishlar. Pensiya masalalari bo'yicha ko'plab mishmishlar va noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Faqatgina rasmiy manbalarga, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi yoki hukumatning rasmiy veb saytlariga ishonish kerak. Noto'g'ri ma'lumotlarga asoslanib harakat qilish vaqt va pul yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Uch, pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi omillar. Pensiya nafaqat ish staji va ish haqiga bog'liq, balki ba'zi maxsus holatlar, masalan,
farzand tarbiyasi uchun berilgan ta'tillar, harbiy xizmat, nogironlik ham uning miqdoriga ta'sir qiladi. Yangi qoidalar ushbu omillarni qanday hisobga olishni aniqlash uchun pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish zarur. Har bir holat individualdir va unga mos yondashuv talab etiladi. Pratik maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz tomoshabinlar, bu murakkabliklardan qo'rqish kerak emas. Muhimi, vaziyatni to'g'ri tushunib, to'g'ri va ishchil harakat qilishdir. Quyida siz uchun aniq qadam-ba-qadam ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni to'liq ko'zdan kechiring va mavjud ma'lumotnomalarni tekshiring. Eng avvalo, siz o'zingizning shaxsiy pensiya hujjatlaringizni to'plashingiz va ularni diqqat bilan ko'zdan kechirishingiz shart. Bu nimalarni o'z ichiga oladi? Mehnat daftarchangiz, uning barcha sayfalarini, ayniqsa ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari, lavozimlar va ish joylari aniq yozilganligini tekshiring. Muhrlar va imzolar joyida ekanligiga ishonch hosil qiling. O'rtacha ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Pensiyaga chiqishdan oldin to'plagan eng yuqori maoshlar davri uchun berilgan ma'lumotnomalarni ko'rib chiqing. Ular amaldagi talablarga javob berishini aniqlashtiring. Pasportingiz asli va nusxasi kerak bo'ladi. Nafaqaxo'r guvohnomasi, nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. Boshqa tegishli hujjatlar, masalan, harbiy bilet, diplomlar, nogironlik bo'yicha guvohnomalar. Tekshirish uchun savollar. Mehnat daftarchamdagi barcha ish stajlari to'liq hisoblanganmi? 1991 yilgacha bo'lgan davrdagi ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim haqiqatga to'g'ri keladimi? Pensiyamni hisoblashda eng foydali 5 yillik ish haqi davri to'g'ri tanlanganmi? Ikkinchi qadam, o'zingizning hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni to'plab bo'lgach, siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Bu eng samarali yo'l hisoblanadi. Chunki mutaxassislar sizning hujjatlaringizni joyida ko'rib chiqib, aniq maslahatlar bera oladilar. Murojaat qilishdan oldin pensiya jamg'armasining qabul vaqtlari va telefon raqamlarini oldindan aniqlang. Buni internet orqali yoki mahalliy hokimiyat organlari orqali bilish mumkin. Barcha hujjatlaringizning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab oling. Ba'zi hollarda nusxalar ham talab qilinishi mumkin. Savollaringiz ro'yxatini tuzing. Masalan, 20 oydan kuchga kiradigan yangi qoidalar mening pensiyamga qanday ta'sir qiladi? Mening pensiyamni qayta hisoblash imkoniyati bormi? Qo'shimcha stajimni qanday tasdiqlashim mumkin? Kabi. 3-qadam. Pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovlar uchun ariza yozing. Pensiya jamg'armasi xodimi bilan suhbatlashgandan so'ng, agar sizning holatingizda pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovlar olish imkoniyati mavjud bo'lsa, siz tegishli shakldagi arizani to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Arizaga nimalar yozilishi kerak? Ariza kimga? Pensiya jamg'armasi rahbari nomiga va kimdan? Sizning ism familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, manzil va telefon raqamingiz yozilayotgani, arizaning mohiyati, pensiyangizni qayta hisoblashni so'rayotganingiz yoki ma'lum bir qo'shimcha to'lovni tayinlashni iltimos qilayotganingizni aniq ko'rsating. Asoslar. Qayta hisoblash uchun asos bo'lgan sabablarni qisqacha bayon eting. Masalan, yangi hukumat qarori tufayli, avval hisobga olinmagan ish stajimni tasdiqlash uchun yoki so'nggi 5 yillik ish haqim bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etganim uchun, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, ariza yozilgan sana va imzo. Agar o'zingiz ariza yozishda qiyinchilikka duch kelsangiz, pensiya jamg'armasi xodimlari sizga yordam berishlari shart. 4-qadam, hujjatlaringizni taqdim eting va monitoring qiling. Arizangiz va barcha kerakli hujjatlarni pensiya jamg'armasiga topshirgandan so'ng, sizga murojaatingiz ro'yxatga olinganligi haqida kvitansiya yoki ro'yxatga olish raqami berilishi kerak. Bu raqam orqali siz arizangizning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib bo'lishingiz mumkin. Qo'shimcha maslahatlar, murojaatingizning ko'rib chiqilish muddatini aniqlang. Odatda 15 kundan 30 kungacha bo'ladi. Agar belgilangan muddatda javob olmasangiz yoki jarayon sekin kechayotganini his qilsangiz, pensiya jamg'armasining yuqori turuvchi organlariga yoki ishonch telefoni orqali murojaat qilishingiz mumkin. Barcha xat xabarlarni va berilgan javoblarni saqlab qo'ying. 5-qadam, natijani kuting va pensiya miqdorini tekshiring. Ariza ko'rib chiqilib qaror qabul qilingandan so'ng sizga yozma ravishda xabar berilishi kerak. Agar pensiya miqdori qayta hisoblangan bo'lsa,
keyingi oydan boshlab uning yangi miqdorini olishni boshlaysiz. Pensiya kartangizga tushadigan summani diqqat bilan tekshiring. Agar o'zgarishlar siz kutgandek bo'lmasa yoki tushunarsiz bo'lsa, yana pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, izoh talab qilishga haqqingiz bor. Aziz do'stlar, esda tuting, bu sizning haqqingiz. Hukumat tomonidan qabul qilingan har bir qaror fuqarolar hayotini yaxshilashga qaratilgan. Shuning uchun bu imkoniyatdan to'liq foydalanish sizning qo'lingizda. Ertaga emas, bugunoq harakatni boshlang. Xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, 20 oydan boshlab pensiya tizimida amalga oshiriladigan bu o'zgarishlar sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilash uchun ajoyib imkoniyatdir. Esingizda bo'lsin. Eski qoidalardagi ba'zi cheklovlar endi bartaraf etilmoqda va sizning pensiyangizni adolatliroq hisoblash uchun yangi yo'llar ochilmoqda. Muhimi xabardor bo'lish va faol harakat qilishdir. O'z hujjatlaringizni tartibga soling. Hududiy pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Savollaringizga aniq javoblar oling va tegishli arizalarni topshiring. Bu sizning kelajagingiz uchun qilingan eng to'g'ri sarmoyadir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, video ostida o'z sharhlaringizni qoldiring. Sizning pensiya ta'minotingiz bo'yicha qanday muammolar bor? Bu yangiliklar sizga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.